Xudodan so'rayman. Bir kunga onamni ber. Boshimdan tushirsam kallamni ol deb qasam ichaman. Ber dedi. Onam. Yo otam ko'rgim keladi. Shu armonim xolos. Bu hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Ota o'lganda, ona o'lganda bilasiz. Qadamini, o'rnini ham topolmaysiz. Magazinda ham sotmaydi, zavodda ham ishlab chiqmaydi. Ota shunaqa, ona shunaqa ulug' ne'mat. Xotinni hamma joyda topsa bo'ladi. Bolani Xudo bersa topsa bo'ladi. Akani ham, ukani ham topsa bo'ladi. Lekin ota bilan onani qaytib top bo'lmaydi, yo'q. Mendan so'rang, men aytaman. Otani men aytaman. Men aytamanki, mayli otamga Xudo shunaqa bir dardni bergan bo'lsa, ko'rpadan tura olmasdan ko'zini ochib, ovozi chiqmasa ham ko'zida imlab keldingmi? Tinchmisan desam men rozi edim. Yo'q, otam o'tib ketgan. Nimaiki otam bo'lardi-da, otam deb gapirardi.